chiqa olamanmi men? Albatta, nega chiqaman. Bo'ldi, chiqamiz. Bu trosimiz bizani 10 tonnalik tros mo'ljallangan, 10 tonnalik yuk uchun. Biz hozir Tavrab kompaniyasi tomonidan qurilayotgan Yangi O'zbekiston massividamiz. Mana 24-25 blok qurilish maydonidamiz. Bu yerda hozir qurilish ishlari ketyapti va bevosita kran ishlayapti. Bugungi mavzumiz shu kran faoliyati haqida. Mansur aka, assalomu alaykum. Mansur aka, kran mashinisti yordamchisi yoki o'zimiz tilda aytiladigan stropilishga kelgansiz aka. O'sha qisqacha gapirib bersangiz, nima qiladi kranlar, qanaqa yuk ko'taradi, o'zi nima kran bu, necha pul narxi buni? Endi avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Avvalambor bizlarni yo'qlab shu Tavrab firmamizga. Men shu firmada mana 3 yil davomida shu yerda ish faoliyatini yurityapman. Stropilshik lavozimida shu kranashik mashina kranashik noshiga yordamchisiman. Shu asosan qiladigan ishim kelayotgan yuklar, har bir etajga chiqarilayotgan yuklarga javobgar shaxsman. Mana armaturalar, beton, hamma narsalar. Yog'och metal konstruksiyalarga, shu yog'och har bir chiqarayotgan detalga o'zim javob beraman. Har bir etajga qo'yilayotgan обязательно shu nimasiga o'zim shu birma-bir texnika xavfsizligiga albatta birinchi o'chiribda shu nima qilib o'zim javobgar odamman. Siz kranchini oldida o'tirasiz unda? Endi oldida o'tirmayman. Men har bir nima deydi, shu masalan etaj ko'tarilayotgan domlarning nimasida o'zim shu ko'rinmaydigan slipoy tomonda deymiz-ku, asosan o'sha tomonlarga men kranashikni o'ng nima deydi ko'zimanda. Ha, ko'z. O'sha boyagi har bir qo'yilayotgan narsaga, har bir qo'yilayotgan to'g'riligiga, ko'ri joylashtirilyaptimi, xavfsizligiga, hammasiga e'tibor beradigan siz uning ko'zisiz, to'g'rimi? Ratsiya orqali shunga nima berib, aytib turib, boyagi ogohlantirib, har bir nimani nima qilib turaman, ogohlantirib turaman. Ana voyenniylarda ana artilleriist bo'ladi deydi-yu, mo'ljallab turadi, tochkasiga ketasiz. Endi bu yerda qurilishda shunaqangi boshqaruvchi ekansizda, unaqa to'g'ri tochni qo'yish uchun. Xo'p, endi bu kranimiz haqida bersangiz ozgina ma'lumot. Qanaqa nima kran bu o'zi? Kran, Xitoy kran, Zamilyon 10 tonna yuk ko'tarishga moslashtirilgan 10 tonnagacha. Uni ham o'zini nimasi bor, nizomi 20 metrdan u yog'iga tonnasi pasayib ketadi, 20 metrdan bu yog'iga 10 tonnagacha ko'tarishga положено. Tushunarli. Hozirgi turishi 65 metr turishi joylashgan. Undan ham baland bo'ladi. Undan ham baland ko'tarilib ketaveradi. Agar ko'tarilsa, qo'shilsa, boyagi seksiyalarni qo'shsangiz ko'tarilaveradi. Endi bizga odamlarga qiziqdi, bu necha pul o'zi narxi, bu kranning narxi? Endi narxiga kelsak, endi aniq to'g'ri narxini bilmayman-ku, to'g'risi, endi narxi to'g'risida keladigan bo'lsak 200 milliard atrofidami, shu atrofida deb eshitdim endi. Men eshitishimcha, shu 200 ming dollardan atrofida ham turadigan shunaqa deyishdi. Shunday bo'lishi ham. Bu endi biza Tavrab kompaniyasining o'zini krani, to'g'rimi? Bunaqa kranlardan nechta? Bizda hozir 4 ta Zamilyon bor. Endi o'zimizda yana QTZ degan kranlarimiz ham bor. Saru kran ekan. Saru kran, u ham U ham shunaqa. Shunday. Tushunarli. Jami 7 ta kranlarimiz bor. 7 ta kran hozir faoliyat yuritib turibdi. QTZlarimiz endi ularni normativi 6 tonna. Ulardagi undan oshmaydi. Ko'tariladigan janosi og'irligi 6 tonnagacha yuk ko'tarilishga moslashtirilgan. Tushunarli. Endi qarang, qiziqdi, sizlar masalan o'rganib ketgansizlar-da, tepaga chiqishga, siz ham boshingiz aylanmaydi. Yo'q. Kranavshiklar ham umuman aytmasa ham bo'ladi, ko'zni yumib chiqadi. Endi bizga o'shaning uchun ham biz o'sha yerga moslashib, shunga yiqib o'rganganmizda, ishimizda o'zi shunday. Siz hamma narsani eshitib turib boshqarib tursangiz, stropilshiga, kranavshik unda nima qiladi unda? Kranavshikmi? Endi kranavshikni uni juda katta mas'uliyati bor kranavshikni. O'zlaridan so'raymizmi? Albatta, uni o'zlaridan tepaga chiqib bir o'zi bilan bir nima qilib so'rasak, bo'ldi, chiqa olamanmi men? Albatta, nega chiqaman. Bo'ldi, chiqamiz endi. Do'stlar, kranga chiqishga harakat qilamiz. Perchatga kiyib oldim, agar suv bo'lsa, kuymaslik uchun. Bismillahirrohmanirrohim deb chiqamiz. Bitta narsa bo'lar ekan, meri bezopasность bo'yicha, ya'ni xavfsizlik bo'yicha kaskaga kiyilishi kerak. Cho'tgacha odatda kranavshiklar keyin chiqayotganda o'sha kaskaga kerak bo'lmasa ekan, xalaqit berar ekan, o'sha uchun yechib chiqilar ekan.
Bo'ldi, boshqa chiqmaydi. Bosh yomon aylanyapti borib. Hali yana yarmidan ko'pi bor. O'zingizlar chiqaringlar. Kulmanglar, o'zinglarni ko'ramiz chiqsanglar. Biz mana bu kran, Zomler kranida ishlaymiz. Zomler kranimizda Tovera firmasiniki. Bu kranni ishlash vazifalari birinchisi bezopaslik qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Ikkinchisi ko'tarayotgan yukimizni har bittasi necha tonna qatga qo'yishimiz, qatdan olishimiz, olayotganimizda bezopasliklariga qarashimiz, shamol tezliklarini ko'rishimiz kerak. Agar shamollarimiz 10 dan tezlik bo'lib qolsa, kranimizni ishlata olmaymiz. Tushirayotganimizdan yuklarimizdan ehtiyot qilib, birinchi navbatda bezopaslik qoidalariga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. 3 marta tushib chiqamiz. Ertalab kelganimizda ish jarayonimizda, keyin obedda ovqatlanishga tushib chiqamiz. Keyin kechqurun ish tugatib, nochimiz bo'lib qolishi mumkin. Shu soatda chiqib ishlaymiz. Bir kunda 3 marta tushib, 3 marta chiqamiz. Bular nimalar vazifalarni bildiradi bular? Bular rechegimiz, bu rechegimiz, chap tomondagi rechegimiz kranimizdan oldiga, orqaga yuradi, karetasi. Chapga o'ngga pоворот beradi. Agarda mana bosmasak, kran hech qayerga yurmaydi mana. Buni bosib yuramiz. Mana tezligini kamaytirib, ko'paytirib berish vazifasini bajaradi. O'ng qo'limizdagi esa faqatgina ko'taradi, yukimizni ko'tarib tushiradi. Bu yerda kompyuterimiz bor. Kompyuterimizda har bitta narsa mana shamol, uchlik karetamiz necha metrda turgani, necha metr banalligiga tushib chiqishi, hammasi necha tonna, mana shu turgan holatida hozir necha tonnagacha yuk ko'tara oladi. Agarda yukni ko'p olsak, bu o'zi avtomatik datchik beradi. Hozirgi zamonaviy kranlardan bittasi. Kraningiz nomi? Kranimiz nomi Zomler degan kran. 10 tonnali, 10 tonnagacha yuk ko'tara oladi. Bu kompyuterimizda shu kranimizdan boshqaradigan kompyuter, eng katta miyasi. Shu agar miyamiz zaminga tiqib qolsa, bu narsa bo'lib qolsa, kranimiz stop holatiga kelib qoladi. Bular hammasi toklarga javob beradi. Mana bu old orqaga, mana bunisi mayna berraga, и поворотga. Bu esa mana shu hammasini boshqartiradigan kompyuterimiz shu bo'ladi. Zomler kranni kompyuteri shu bo'ladi. Bu har bitta avtomatlarning o'zini zadaniyasi bor, o'sha ishlarni bajarishadi. Bular hammasi 380 voltda ishlaydi. 380 volt o'zi keladi mana bu yerdan. O'zi avtomatik qaysi biriga qancha volt kerak bo'lsa, shu yerdan mashina orqali yetkazib beriladi. Mana bu yerdagi tok esa mana shu kompyuter miyasi kabinamizga boyaga upravlat qilayotgan narsamizga ketadi. Bu trosimizda bizani 10 tonnali tros mo'ljallangan, 10 tonnali yuk uchun. Shu trosimizda hamma ishga javob beradigan, yuk ko'tarib tushiradigan trosimiz shu bo'ladi. Aslida eng kerakligi shu. Bu yerda orqamizdagi toshlar, har bitta betonlar yukka mo'ljallangan bo'ladi. Kranimiz shuning uchun bemalol qo'rqmasdan bezopasnosti degan kranlardan bittasi. Kranimiz yaxshi, ishlash jarayonlari ham zo'r.